Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Mehrikilol obunachilari. Mana yana bitta chiroyli ishlarimizdan biri Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Yangi Qo'rg'on mahallasiga aziz akamizning xonadonlariga 3 ta qozon mana akalar. Bitta 120 litrli qozonimiz, 30 litrli qozonimiz, chekkada mana 100 litrli qozonimiz azizlar. Oldi tomondan ko'rinishlari ko'rsatib qo'yaylik. Mana shu turgan joyimiz uzunligi 3 metr 42 santimetrga tushdi azizlar. Uzunligi shunaqa joyga tushdi. Eni 10 santimetr bo'ldi azizlar. Mana o'sha o'rtadagi qozonimiz kichkinaligi sababli biroz ichkariga tiqdik. Qozonimiz kichkina, ham bu katta qozonlarga yaqinroq bo'ladi. Bu tarafdan ham bu tomonga yaqinroq bo'ladi. Mana bitta 200 lik qo'ydik, bitta 150 lik qo'ydik. Sabab bu qozonimiz 120 litrligi uchun kattaroq qo'ydik. Mana azizlar, qozonlarimizni yoqib qo'yganmiz. Totish jarayonlarini bir qator ko'rsatib beramiz azizlar. Mana tutunni pelesosga o'xshab so'rayapti azizlar. Inshaalloh azizlar. Eshigini ochib bersa ham tutun chiqmaydi. Bemalol ovqat qilsa bo'laveradigan imkoniyat bo'ldi. Mana bu qozonimizni ham yoqib berganmiz azizlar. Mana o'tlari nihoyatda chiroyli bo'lib yonyapti. Tutun oldidan chiqmaydi. Mana bu qozonimiz. Mana 120 litrli qozonimiz ham ko'ringlar azizlar. Qay holatda to'tyapti tutunni. Pelesos. 100 litrli qozonimizni ham ko'rib beramiz. Mana azizlar. Tutunni pelesosga o'xshab so'rayapti. Uzoqdan ko'rinishlari. Mana azizlar. Eshigini ochib bersa ham bemalol suvlarimiz qaynaveradi. Mana azizlar, mana shu turgan joyimizga 450 ta pishig'ish ketdi. 450 ta pishig'ish. Bitta 200 li azbiz turba, bitta 150 li azbiz turbadan qo'ydik. Nihoyatda chiroyli bo'lib chiqdi. Azizlar. Mana. Kimga shunaqa sifatli, puxta, chiroyli ishlar zarur bo'lsa, YouTube kanallarimiz bor, Instagram kanallarimiz bor. Mehrikilol deb yozsalaring chiqadi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Shunaqa sifatli, chiroyli, arzon, hamyonbop ishlarimizni qilib beraveramiz azizlar. Mana bu tomondan ko'rinishlari bemalol chiroyli bo'lib bo'ldi. Mana endi mana tomonga mana shu yerga gaz plita yoki bir mo'ykani o'rni bor. Uni qilsa bo'laveradi. Bemalol mana shu yerdan mo'yka bo'ladi. Bu tomonda bemalol povrakalarimiz ishini qilaveradi. Suvlarimiz mana qaynadi. Azizlar, suvlarimiz mana qaynadi. Mana bu qozonimizda suvimiz ham qaynadi azizlar. Mana ichidan chiqayotgan hovur azizlar suvni qaynatib yuboradi inshaalloh. Suvlarimiz qaynab, hovurlar ham chiqyapti. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa chiroyli ishlarni sizlarga qilib beraveraylik. Narxlarini Telegramdan yozsalaring, nomerlarimiz bor. Kelishamiz, chiroyli qilib beramiz. Mehrikilolga obuna bo'lish esdan chiqmasin azizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.